Diqqat aholiga ajoyib xushxabar. O'zbekistonda Ramazon oyida aholiga 1 trillion so'm pul mablag'lari ajratiladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Andijon darvozalarini tavsiya qilamiz. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish bepul. Ekrandagi ushbu raqamlar orqali bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Diqqat qiling, Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon oyida ehtiyojmand aholiga ijtimoiy himoyani yana kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazdi. Mehr-muruvvat tadbirlarini amalga oshirish uchun Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda ijtimoiy himoya Milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Nogironligi bor shaxslarning davolanish va jarrohlik amaliyoti xarajatlari to'liq qoplab beriladi, deyiladi xabarda.